Hammalarga assalomu alaykum YouTube ahli. Veyron YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biz birinchi videoyim va bugungi videoda biz FC Mobile o'yinida yangi sostav ochib boshlaymiz. Chunki biz mana shu yangi sostavda boshlab sizlar bilan birgalikda bu sostavni top darajagacha chiqaramiz. Sizlar podpishkada qilib tursanglar, biz Xudo xohlasa 50 ta 100 ta podpishchik bo'lib ketaveramiz. Veyron FC ketdik. Video olinyapti. Nimaga men sirazi mana bu sostav nima tanlashdan o'tib ketdim? Chunki men oldinlari mashq qilib 4 yillik opitim bor. Hozirgi yangi sostav ochdim. Mana shu yangi videomiz uchun sizlar bilan bu sostavni top darajagacha yetkazamiz. Zo'r birinchi videoim bo'lgani uchun sal tilim kelishmayapti. Xullas biz videoni boshladik. Videoni 10 minut yoki xullas sal kamroq qilaman shekilli, chunki bilmadim, gapira olmayman. Xullas do'stlar, men mana shu FC Mobile'da 4 yildan beri o'ynayman va meni ikkinchi sostavim ham bor. U 121 over. Agar xohlasangiz, keyingi videoda o'sha sostavni sizlar bilan birgalikda obzor qilamiz va o'sha sostavda 1-2 ta matchlar ham o'ynaymiz. Va hozir biz o'yinni boshladik. Biz tanlagan jamoa bu Paris Saint-Germain, chunki Paris Saint-Germain hozirda yaxshi boryapti va u menga hozirgi yoqadi Paris Saint-Germain va bizga Uglovoy Vitinha pas beradi. Pacho Pyotr Chekh yaxshi save qildi. Bu yerda Marquinhos zashitnik va zarba. Pyotr Chekh qanday save'lar qilib tashlamoqda. Va bu yerda oltin to'p sohibi qanaqasiga Dembele. Mayli, hozir Dembele kuchaytirilmagan. Hozirgi 119 kartochkasini olib kuchaytirsak, u juda ham yaxshi o'ynaydi. Raduga finti. Maldinini aldab o'tib tepamiz. Qanaqasiga вообще? Nimaga gol bo'lmayapti? Chota omad kelmayapti. Xohlasanglar keyingi video Open Pack yoki o'sha 121 sostavimni obzor qilamiz. E'tibor bermanglar. Ora-orada sal shivani ham qo'shishim mumkin. Xorazmlikman. Shu Xorazm FC Mobile YouTube'ini kuchaytiramiz. Veyron YouTube kanalini. Xudo xohlasa 50 ta bo'lish niyatim katta. Yoki 100 ta. 1 ka bo'lish eng katta niyatim. Niyatni kattaroq qilib 100 ka bo'lamiz. Xudo xohlasa. Va bu yerdan bizda Fabian Ruiz ajoyib golni kiritib ketmoqda. Bu yerda Carlos Puyol xafa bo'lmoqda. Dembeledan ajoyib pas va Fabian Ruiz ichkariga o'tib ketib, tepib gol urmoqda va Pyotr Chekh save qila olmadi. Ajoyib. Уже videomiz 4 minut bo'ldi. Mana shu o'yinni o'ynab bo'lib, bir-ikkita keyingi videoda Open Case ko'ramiz. Keyin mana shu sostavni sizlar bilan polni yuritamiz. Yaxshi. Fabian Ruiz. Bu yoqda kim? Kvaratskhelia. Nimagadir qotyapti. Mayli. Fabian Ruiz offside. Mayli. Offside ham bo'lib turadi. 2 minut qo'shib berilgan edi va vaqt tamom bo'ldi. Biz 2-1 hisobida yutdik. Iconsni bu kumirlar, lekin u kumirlarni kuchaytirib bersa, normalniy sostav bilan yutisham sal qiyinroq bo'ladi. Mayli, hozirgi FC Mobile ketdi. Birinchi pakimiz 500 ta James, ya'ni samosvetka.
Bu yerda biz passajini olganimiz uchun barkolani olamiz, chunki biz passajini oldik. Da bu yerda David Beckham bizga Bellingham o'rgatyapti. Veyron FC. Mana shunaqa. Bu ana bizga bitta draft token berishdi, lekin bu haligi Totsniki emas. Mana bu yangi kirgan o'yinchilar uchun bu yerda bizga draft token sovg'a berishadi. Qani birinchi draftimiz ketdik. Yo'q, afsuski workout bo'lmadi. 110 o'yinchi Chelsea. Zo'r, nimaga sostavimiz yo'q qoldi? Ochilsa kerak. Bosamiz. Ochdik. Overimiz overmas, ya'ni urvenimiz tiklandi. Bu yerda zo'r kick off. Oliver Kahn bor ekan. Normalni zo'r. Bu yerda bizga qaysi komanda City'nikini berarmidi? Yo'q, Premier Ligani, ya'ni kitini berishyapti. Bu yerda bizga o'rgatishyapti. Yo'q, X'ni bosamiz. Nimadir dedi. Video o'ynayapti. Mana bu bildirishnomalar kesimidek boribdi. Okey, yo'q, bizga hozircha kerak emas bildirishnoma. Temaslarni nimalarni olamiz? 7 ta draft tokeni. Biz menimcha hozir mana bu yerda ligaga kirdik. Xudo xohlasa keyingi videolarda liga ham ochamiz. Ligamizga qo'shilishingiz mumkin. Aktiv bo'lib tursangiz, u yerda ligani tiklab, hozir bu yerda Liboy ligaga qo'shilib ketaveramiz, chunki hali sostavimiz yangi. O'shaning uchun xohlagan ligamizga qo'shilib ketaveramiz. Bu yerda olamiz. Bu yerda podarkalar mana ligamiz levelni xudo xohlasa 100 gacha ko'tarishga harakat qilamiz. Sizlar poddershkada, ya'ni menga motivatsiya berib tursangiz, hammasi sizlar bilan yashashamiz. Bellingham bo'ldi. Burga 4 yildan beri o'ynaganman bu o'yinni. Zo'r oldik. Ibi. Voy deb. Tak. Shuncha o'yinchi berdi. 100 ta tranquil, ya'ni kuchaytiradigan nima deyiladi? Uni token. Xullas, mana bu yerdan 10 ta ochib olarkanmiz. Ketdi. Workout bo'lsin, iltimos. Yana boyagi o'yinchi. Xullas, yana 110 dan pasi. Bitta qaysini ochamiz? Men passajini tanlaganim uchun shuni ochamiz. Ketdi. 5 oldi, yo'q. Yaxshi o'yinchi bo'lmaydi. Va hozirda ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa sostavimiz. Avtokorili. Mana. Nechigacha ko'tara olishimiz mumkin? Okey. 106 gacha ko'tara oldik. Endi Karela. Eng zo'ri mana bu yerda. Yo'q, ketdi. 2 minut vaqtimiz qoldi yoki vaqtida 1,5 minut. Xullas, mashlarni olamiz da keyingi videoga olib qo'yamiz ularni. Jin open case qilamiz. Men u open case'da faqat mashlarni ishlatmayman. Prям 5 kunlik open case'ni bitta videoga sig'diraman. Chunki yarmidan olib bu yoqdan olaman deb bitta videoga qo'yib, xullas, mana shunaqa zo'r video chiqadi. Keyingi videoda nima qilishimiz keyingi sostavimni bundan oldingi o'shani nima deydi? Obzor qilamiz. Xullas, ko'rasizlar. Yaxshi sostav. Hamma o'yinchilari 117 yoki 117 dan baland. Xullas, akalar, bugungi videomiz YouTube ahli shunaqa akkaunt, ya'ni o'yinchilar bilan yakunlandi demoqchi edim. Bu yerda bugun bizga blank kelgan ekan. Buni open pack videomizda ochamiz, chunki hozir ochsak open pack videomizda qiziqarli bo'lmaydi. Xullas, mana ko'rib turishingiz mumkin. Video o'tishim shunaqa. Sizlarga yoqdimi? Qanaqa minus tomonlar bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib ketishingiz mumkin. Men bundan xursand bo'laman, chunki men YouTube'da endi boshlagan bo'lsam,
Sizlardan katta motivatsiya kutib qolaman. Hammalaringizga xayr. Obuna bo'linglar, like bosinglar.